Mamlakatimizda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari va psixotrop moddalarning qonunga xilof muomalasiga qarshi kurashish bo'yicha tizimli choralar amalga oshirilmoqda. Boisi turli g'arazli kimsalar va guruhlar tomonidan yoshlarni bu kabi og'ular domiga tortish harakatlari ko'payib bormoqda. Ular bu maqsadlarni amalga oshirishda telekommunikatsiya va internet tarmog'idan foydalanayotgani shu turdagi huquqbuzarliklar va jinoyatlarni oldini olishda murakkabliklarni keltirib chiqarmoqda. Bu kabi salbiy xatolarga barham berish, profilaktik ishlar samaradorligini oshirish, jazo muqarrarlik prinsipini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasining Jinoyat protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga giyohvandlik vositalarining, ular analoglarining yoki psixotrop moddalarning, shuningdek kuchli ta'sir qiluvchi va zaharli moddalarning qonunga xilof muomalasiga qarshi kurashishga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun qabul qilindi. Ushbu qonunga ko'ra Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 56.2 moddasi bilan to'ldirilgan bo'lib, unga ko'ra giyohvandlik vositalari, uning analoglari va psixotrop moddalar hisoblanmaydigan kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni, mahsulotlarni namoyish qilish maqsadida reklama qilish, bunday mahsulotlarni tayyorlash va targ'ib qilish va ushbu harakatlarni telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internet jahon axborot vositalari orqali namoyish qilish uchun ma'muriy javobgarlik nazarda tutilgan va uning jazosi sanksiyasi 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi nazarda tutilgan. Ushbu hujjat bilan giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni telekommunikatsiya tarmoqlaridan va internet orqali qonunga xilof ravishda muomalaga kiritganlik, ushbu jinoyatlarni voyaga yetmaganlarni jalb qilgan holda sodir etganlik uchun javobgarlik choralari kuchaytirildi. Ko'pchiligimiz giyohvandlik moddalarining zararli oqibatlari haqida tushunchaga egamiz. Biroq psixotrop moddalar suiiste'molining mudhish oqibatlari haqida ko'p ham gapirilavermaydi. Mutaxassislar so'zlariga ko'ra, psixotrop moddalar orasida narkotiklardan ko'ra kuchli ta'sir ko'rsatuvchilari bor. Shu bois ularni davolash ham qiyin kechadi. Ushbu me'yoriy huquq hujjatlarini qabul qilinishi alohida toifaga kiruvchi kuchli ta'sir etuvchi moddalarni suiiste'moli, ularni notibbiy maqsadda iste'mol qilinishi o'ziga nisbatan tobiylik chaqirishi ko'payayotgan bir davrda unga olib keluvchi ijtimoiy omillarni bartaraf etilishiga, ya'ni ana shu moddalar tartibga solinsa, ular aynan shu moddalarga ehtiyojli bo'lgan bemorlarnigina qo'liga yetib borsa, ularga ehtiyoji bo'lmagan boshqa shaxslar, yoshlarni notibbiy maqsadda iste'mol qilinishiga chek qo'yiladigan qonun va albatta bu yoshlarimizni, aholimiz orasida ushbu illat, zaharvandlik degan baloni tarqalib ketishiga, yanada shiddat bilan tarqalishiga qarshilik qiluvchi, to'siqlik qiluvchi juda ham muhim hujjat bo'lib xizmat qiladi. Qonunga ko'ra endilikda giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarni, kuchli ta'sir qiluvchi va zaharli moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlamay qonunga xilof ravishda olganlik, saqlaganlik, tashganlik yoki jo'natganlik ham ma'muriy va jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Agar biror bir shaxs giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalar hisoblanmaydigan alohida toifadagi kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlamay, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash, tashish yoki jo'natish bilan bog'liq harakatlarni sodir etsa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 56.3-moddasi bilan ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Qonunchilikka kiritilgan o'zgarishga ko'ra, mazkur harakatlarni sodir etganligi uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxs takroran sodir etsa, Jinoyat kodeksining 252.2-moddasi 1-qismi bilan jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 562-moddasiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalar hisoblanmaydigan kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni targ'ibot qiluvchi mahsulotni ommaviy axborot vositalarida, telekommunikatsiya tarmoqlarida yoki internet jahon axborot tarmog'ida tarqatish, reklama qilish, namoyish etish, huquqbuzarlik ashyolari musodara qilinib, fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 100 baravaridan 150 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 150 baravaridan 200 baravargacha miqdorda jarima solishga yoxud huquqbuzarlik ashyolarini musodara qilinib 15 sutkagacha ma'muriy qamoqqa olinishiga sabab bo'ladi. Qonun talablariga ko'ra o'z navbatida mazkur harakatni sodir etgan shaxs o'z ixtiyori bilan aybni bo'yniga olish to'g'risida hokimiyat organlariga arz qilsa va giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalar hisoblanmaydigan alohida toifadagi kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni topshirsa, jazodan ozod qilinishi belgilab qo'yildi. Qonun talablarining so'zsiz bajarilishini ta'minlash, ijro hujjatlarini takomillashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasining giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar ustidan nazorat qilish bo'yicha davlat komissiyasi hamda uning hududiy komissiyalari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Yangi qaror bilan komissiya tarkibi 22 tagacha ko'paytirilib va vazirlik va idoralarni birinchi rahbarlari komissiya a'zolari etib belgilandi. Bu komissiyaga ko'proq vakolatlar berildi. Ya'ni moratoriy joriy qilish, yangi paydo bo'layotgan narkotiklarni
cheklash yoki vaqtinchalik cheklash yoki vaqtinchalik taqiq o'rnatish vakolati ham aynan shu qaror bilan berilmoqda. Ta'kidlash joizki, so'nggi yillardagi tendensiyalar, yangi paydo bo'layotgan sintetik narkotiklar, bu borada yoshlarni giyohvandlikka kirib qolishlari yoki giyohvand vositalarni oldi sottisiga qo'shilib qolayotgani va bu tendensiya ancha yosharib borayotganligini inobatga olib, mazkur komissiyaga yoshlar bilan ishlash vakillari ham kiritilgan. Qaror bilan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar ustidan nazorat qilish bo'yicha davlat komissiyasi to'g'risidagi nizom, giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar ustidan nazorat qilish bo'yicha hududiy komissiya to'g'risidagi namunaviy nizom tasdiqlandi. Qaror bilan giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar ustidan nazorat qilish bo'yicha tuman, shahar komissiyalari faoliyati yo'lga qo'yiladi. Shu bilan birga alohida toifadagi kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni tibbiyot amaliyotida qo'llash, saqlash, ularning noqonuniy muomalasini cheklash, jismoniy shaxslar tomonidan ulardan foydalanish hamda ularni yo'q qilish tartiblarini belgilash zarurati mavjud. Alohida toifadagi kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni tibbiyot amaliyotida qo'llash va ularning muomalasini tartibga solish, shuningdek ularni O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish, olib chiqish va tranzit o'tkazishda nazoratni ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida alohida toifadagi kuchli ta'sir qiluvchi moddalar muomalasini tartibga solish to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqidagi qarori qabul qilindi. Qaror bilan nizomga ko'ra preparatlarni nazorati 3 oydan keyin boshlanadi deyilgan. 3 oy ichida davlat ro'yxatdan o'tkazilib, tibbiyot amaliyotiga ruxsat berilgan alohida nazoratga olingan kuchli ta'sir etuvchi moddalarni dorixonalardan sotish mumkin. Ulgurji savdosiga ham litsenziya kerak emas. Endi olib kirish uchun ham tartibga solinadi. Xuddi giyohvandlik psixotrop moddalarda sertifikatlar berilardi. Bu yerda olib kirish uchun sertifikatlar rasmiylashtiriladi. Ular hattoki bizning respublikamizdan o'tadigan tranzit tarziga ham sertifikat asosida o'tkazilishi belgilangan. Hujjat bilan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan va tibbiyotda qo'llashga ruxsat etilgan alohida toifadagi kuchli ta'sir qiluvchi moddalar mazkur qaror kuchga kirgunga qadar ulgurji realizatsiyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarga giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni saqlash va sotish faoliyati uchun litsenziya rasmiylashtirilmasdan realizatsiya qilishga hamda giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarni yo'q qilish faoliyati uchun litsenziyaga ega yuridik shaxslarga dalolatnoma asosida o'tkazilishiga va yo'q qilinishiga ruxsat etiladi. Qarorga ko'ra chegara o'tkazish punktlari va bojxona postlarida alohida toifadagi kuchli ta'sir qiluvchi moddalar ro'yxati va ushbu moddalarni deklaratsiyalash majburiyati to'g'risida tegishli ma'lumotlar joylashtiriladi. Mutaxassislar fikriga ko'ra mazkur qonun va bu asosida ishlab chiqilgan hujjatlar giyohvandlik vositalarini, ularning analoglarini yoki psixotrop moddalarini, shuningdek kuchli ta'sir qiluvchi va zaharli moddalarni targ'ib yoki reklama qilishning hamda ularning qonunga xilof muomalasining oldini olishga, bu turdagi huquqbuzarlik, jinoyatchilikni kamaytirishga xizmat qiladi.